Diqqat aholiga tezkor xabar. 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning narxi yana o'zgaradi. Tasdiqlangan ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va eng tezkor, rasmiy va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Hukumatning o'tgan yilgi qarorida har yili 1-maydan elektr va tabiiy gaz narxlari 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib borilishi belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari narxlarini belgilash to'g'risidagi qarori bilan 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Qarorga muvofiq 1 va 2 guruh iste'molchilari uchun elektr energiyasining 1 kWh 1100 so'm etib belgilandi. 4-guruh iste'molchilari uchun ham elektr energiyasining 1 kWh 1100 so'mni tashkil etadi. 3-guruh, shu jumladan aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar saqlab qolindi. Xususan, ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr plitalari bilan jihozlangan ko'p kvartirali uylar va yotoqxonalarda yashovchi aholi uchun oyiga 200 kWgacha soat 325 so'm, 201 kWh dan 500 kWhgacha 450 so'm, 501 kWh dan 1000 kWhgacha 550 so'm etib belgilandi. Qolgan maishiy iste'molchilar uchun esa oyiga 200 kWhgacha 650 so'm, 201 kWh dan 500 kWhgacha 900 so'm, 501 kWh dan 1000 kWhgacha 1100 so'm bo'ladi. Yuqori hajmdagi iste'mol uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlab qolindi. Tabiiy gaz bo'yicha barcha iste'molchilar uchun alohida toifalardan tashqari 1 kub metr gaz narxi 2000 so'm etib belgilandi. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari uchun tarif 1 kub metr uchun 2750 so'mni tashkil etadi. Aholi uchun tabiiy gaz tariflari ham tabaqalashtirilgan tartibda saqlanib, isitish mavsumida oyiga 500 kub metrgacha, boshqa mavsumlarda esa 100 kub metrgacha iste'mol uchun 1 kub metr gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qaror bilan energiya resurslarini yetkazib berishdagi yo'qotishlarni qisqartirish, energiya samaradorligini oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilandi. Eslatib o'tamiz, hukumatning 2025-yil 31-martdagi qaroriga muvofiq elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib boriladi. Azizlar, bugunchalik bizda shular. Izohlar qismida o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha